Assalomu alaykum. Meni uzoq yaqindan ko'rib o'tirgan muxlislar. Bugungi videomuz uy-joy masalasida. Kimga joy o'rin kerak bo'lsa, shu videomizda befarq bo'lmanglar. Aka-ukalar ko'pchilikmizsa, bir emas 4 tane joy o'rnatib foydalanib yashasangiz bo'ladi. Adresimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tumani Shoraxon bilan Pobedan chegarasida juda ham ko'p tushirdik. Bu yerni avval ham tushirdik. Shundan beri yana 24 sotik sizlar uchun yer bor ekan. Imbedani ko'rsangizlar to'yxona solinib turibdi. Ana to'yxona, Imbeda yana ikki joyning o'rtasida qara. İki joyning o'rtasida, bu joy bilan bergi joyning o'rtasida 18 metr yer bor ham desang, bir de yo'l ham qoladi, bu tarafına ketgan bo'ladi. Boshda 30 metr, keyin yana 30 metr bor. Ishorning o'zida 2 dana joy o'rin bor, ana tarafida yana 2 dana joy o'rin bor. Hammasi bu 24 sotik. Keyin anaqda ko'rsang, ana 380 yo'l o'tib turibdi. Bu yerda yo'lni ham ko'rsatdik. 380 yo'lni. 380 katta yo'l. Endi bu yana ketamiz, ga. Bu yerni ko'radigan bo'lsak, yine dokumentatsiyasidan muammo yo'q. Xohlasangizlar bo'lib beriladi. Xohlasangizlar hammasini birda olsangizlar bo'ladi. Ketdik. Hozir birinchi joyimiz 6 sotkimiz. Birinchi joyimiz 6 sotkimiz, yine o ko'rib turgan devolimizgacha bo'ladi. Elde tarafı bir yana qarab ketgan bo'ladi. Elde tarafda yana yo'limiz bor. Ko'rib turganlaringizni mana yana shu. Kapitalizda, Baxizda hamma qo'ng'ishoqlar yashab, shunday deb foydalanib o'tiribdi. Keyingi chegaramiz yine o kazıkni ko'rsatdik. Bu yine o kazıkni yakınlaştırıp ko'rsat. Imbeden devoldan keyin Baximizda yana bir osh kazıkgacha yana bir namiz bor, chegaramiz bor. Keyin bu yerni ko'rsat. Yine bu yana bir joyimiz uchun ishlanib turibdi. Endi bu devol paxsamiz, paxsani ko'rsat yakınlaştırıp shu paxsani aniq tarafinacha bo'lgan chegarada G-pasomunda 24 sotik satıladi. Xohlasangizlar bu yerdan 12 sotik olsangizlar bo'ladi. Xohlasangizlar bu yerdan 12 sotik. Iloji boricha boshda bu yer satıladi. Keyin asta-asta orqaga o'tib boraveramiz. Narxına keladigan bo'lsak, narxi sizlar uchun xudo xolasa sotikini 1000 dollardan qo'yib beramiz. Yo'q, agar hammasini birda olaman degan bo'lsanglar, kelishib beriladi. Dokumentatsiyadan muammo yo'q. Yine onu evvel tushirib berdik, yine o joyni ko'rsat. O'tgan videomuzda yaqinlashtir. Yaqinlashtir. Ana shu joyimiz, karishdan solingan joyimizni bize reklama qilganimizdan keyin oldilar, ham desa uju joyni ham bitirib tashladilar. Bu yon taraflar ham sotiladi. Pastga egasini nomerlarini yozib qo'yib, aloqaga chiqib like bosishni esdan chiqarmanglar. Sразу Instagram o'ting.